Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlarga mart oyi uchun bir oylik ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga taqdim etamiz. Eslatib o'tamiz, faqatgina joriy yilning ob-havo ma'lumotlarini bilish uchun videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beramiz. Agar kanalimizda siz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 2026-yil bahor faslining birinchi oyi qanday bo'ladi? 2025-2026 yillarning qish mavsumi ham yakunlanmoqda va bahor fasli kirib kelishiga sanoqli kunlar qoldi. Odatda O'zbekistonda mart oyida havo haroratining tez ko'tarilishi boshlanadi. Mart oyida o'rtacha havo harorati fevral oyiga nisbatan 5-6 darajaga, shimolda esa 7-8 darajaga yuqori bo'ladi. Mart oyining eng iliq kunlarida, ayniqsa oyning ikkinchi yarmida, ko'pincha quyosh nurlari havoni 23-28 daraja iliqgacha, janubda esa 30-33 daraja iliqgacha isitadi. O'zbekistonning hududi bo'yicha meteorologik kuzatuvlarning barcha yillari uchun 2008 va 2023 yillarning mart oylari eng iliq, iqlim me'yoridan 5-8 darajaga iliqroq bo'ldi. Meteorologik kuzatuvlar davomida mart oyida qayd etilgan eng yuqori harorat ko'rsatkichlari hududning katta qismida 30-35 daraja iliqni, janubiy hududlarda esa 35-37 daraja iliqni tashkil etdi. Biroq mart oyi juda o'zgaruvchandir. Bu oy havo oqimi yo'nalishlarining tez-tez o'zgarishi bilan tavsiflanadi. Janubdan judayam iliq havo kirib kelishi, Volga bo'yi hududlaridan, kamdan kam hollarda Ural, g'arbiy Sibirdan sovuq havo oqimi bilan o'rin almashadi. Iliq ob-havo davrlar havoni qisqa muddatga sovuq bo'lish davrlari bilan o'rin almashib turadi. O'zbekistonda meteorologik kuzatuvlarning barcha yillari uchun mart oyidagi mutlaq minimal harorat hududning katta qismida 15-20 daraja sovuq, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Qizilqum shimolida 23-25 daraja sovuq bo'lishi kuzatilgan. Ustyurtda esa 1954-yil mart oyida harorat 34-37 daraja sovuqgacha pasaygan. So'nggi yillarda mart oyida bunday past harorat kuzatilmagan. So'nggi 25 yilda mart oylarining eng past harorati hududning katta qismida 6-11 daraja sovuqni, shimolda 11-16 daraja sovuqni, Ustyurtda 20-23 daraja sovuqni tashkil etdi. Quyidagi jadvalda bularni o'zingiz batafsil o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda mart oyi yilning ko'p oylari singari so'nggi yillarda sezilarli darajada iliqlashdi. Ushbu asrda ko'pchilik mart oylari harorat tartibi bo'yicha iqlim me'yoridan iliqroq yoki uning qiymatlariga yaqin bo'ldi. Kuzatuvlarning tarixiy qatori uchun eng sovuq mart oylarida o'rtacha oylik harorati me'yordan og'ishi 5-8 darajani, respublika shimolida esa 9-11 darajani tashkil etdi. Bu asrda 2012 va 2015 yillarning mart oylari me'yordan 2-3 darajaga sovuq, shimolda esa 2003-yil mart oyi me'yordan 4-5 darajaga sovuq, eng sovuq bo'ldi. O'zbekistonda mart oyi iqlim sharoiti bo'yicha yilning eng yog'inli oylaridan biri deb hisoblanadi. Mart oyida yog'ingarchilik 10 kundan 15 kungacha juda tez-tez kuzatiladi. Shimoliy hududlar va cho'l zonasi bundan mustasno. Bu yerda yog'ingarchilik kuzatiladigan kunlar soni 5-9 kundan oshmaydi. Respublika hududining katta qismida mart oyida o'rtacha yog'ingarchilik miqdori 50-75 mm ni, tog' oldi va tog'li hududlarda 80-125 mm ni, respublika shimolida, cho'l hududlarida va Farg'ona vodiysida 10-35 mm ni tashkil etadi. So'nggi yillarda yog'ingarchilik eng ko'p bo'lgan oy 2022 yilning mart oyi bo'ldi. Tez-tez yomg'ir yog'di.
Markaziy va sharqiy hududlarda esa oylik yog'ingarchilik miqdori mart oyi oylik me'yoridan 250-350% ga yetdi. Ushbu asrda yog'ingarchilik miqdori rekordi bo'ldi. Namangan viloyatida me'yordan 400-450% bo'lib, bu meteorologik kuzatuvlar tarixidagi mutlaq rekord hisoblanadi. Tez emas, lekin anomal quruq mart oylari 2008-2020 ham qayd etiladi. Bunda oylik me'yorning yarmidan ham kam yog'ingarchilik bo'ladi. Mart oyida yog'ingarchilik asosan yomg'ir ko'rinishida yog'adi, ammo haroratning keskin pasayishi davrlarida yomg'ir qorga aylanishi kuzatiladi. Ushbu asrda 2012-yilning mart oyi sovuq, eng qorli bo'lib, bunda bir necha marta qor yog'ishi hisobiga qor qoplamining shakllanishi qayd etilgan. Respublikaning tekislik hududlarida esa qor balandligi 7-12 sm ga yetgan edi. Bu yil mart oyi qanday bo'ladi? Mart oyi boshida ob-havo bahoriy beqaror bo'lishi kutilmoqda. Bahorning birinchi kunida ko'pchilik viloyatlarda havo harorati 12-17 daraja iliq bo'lgan quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Ikkinchi marta O'zbekiston hududiga janubi g'arbdan nam havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi. Tog'li hududlarda yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi. Keyinchalik oyning birinchi 10 kunligi oxirigacha yog'ingarchilik davriy bo'lib, tekislik hududlarda tanaffus bilan yomg'ir yog'adi. Tog'larda yomg'ir va qor yog'adi. Bu davrda havo harorati 10-15 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu iqlim me'yori mosdir. Ayrim kunlarda 6-9 daraja iliqgacha pasayishi mumkin. Mart oyining 2 va 3-10 kunliklarida harorat kechalari 3-8 daraja iliqdan 8-13 daraja iliqgacha, kunduz kunlari 12-17 daraja iliqdan 23-28 daraja iliqgacha o'zgarib turishi kutilmoqda. Harorat pasayishi davrlari qisqa bo'ladi, isish davrlari esa davomiy bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.